asrorlarga qo'yib ishlayaptilar. Asrorlarga bugun bu haqida aytasiz. Assalomu alaykum. Bugungi o'yinga bu O'zbekiston Kubogi doirasidagi Andijonga qarshi o'yinga ancha futbolchilar bilan berib, kam amaliyot ega bo'lgan futbolchilarni maydonga tushirdik, lekin baribir maqsadimiz bu kurash tashkil qilish, yaxshi futbol namoyish qilish va maqsad g'alaba. Birinchi bo'lim ozgina ustunlikni berib qo'ydik. Ikkinchi bo'lim uchun futbolchilarga rahmat aytaman. Hujum bilan qaytardik, yaxshi vaziyatlar yaratdik. Mag'lubiyat uchragan bo'lsak ham ikkinchi bo'lim uchun boshlarga minnatdorchilik bildiraman. Savolingiz qo'yamiz. Bugun harakat qilgan Asrorga himoya to'rtligi haqida ularning harakatiga qanday izoh berib, qanday baho qo'ygan bo'lardingiz? Standart holatda kiritilgan bu gollar out. Endi bu to'p tashqariga chiqib ketdi. Bu birinchi gol. To'p bizga ham ko'rindi. Uzoqdan chiqib ketgandek bo'ldi. Futbolchi oldi, 20 metr yaqinlikdan otdi. Bu holatga biz himoyachilar tayyor emas. O'shuning uchun buni qanot hakami qanaqa qaror qildi? To'g'risi menga ham tushunarsizroq. Futbolchilar ham biladi, chunki bu yerdan ko'rindi. To'pni bizning himoyachi urib berganda to'p ancha uzoqdan maydondan tashqariga chiqqan. Andijon hujumchisi yondagi to'pni oldi, hujumni boshladi. Yon hakam qo'shilmadi. Bu ikkinchi gol, bu standart holat deb aytish mumkin. Hozir darvozabonlardan ishonchsizroq harakat qildi, chunki baribir unda o'yin amaliyoti yo'q, Superligaga qarshi qaydadir endi hayajon deyman, ozgina bu holatga unga mahorat yetishmadi. Himoya umumiy olganda himoya uchta to'p qo'yib oldik. Bu yerda himoyani maqtay degan holat emas. Bugungi tarkib haqida so'ramoqchiman. Bugungi tarkib tushirishga sharoitdan kelib chiqib majbur bo'ldingizmi yo bu siz tanlovingiz bo'ldimi? Endi ayrim futbolchilarda kichik jarohatlar bor. O'sha uchun qaysi tomonlama bu biz o'zimiz tanladik, boshqa futbolchilarga imkoniyat berishga harakat qildik. Chunki har bir olingan futbolchi sho'rdan maykasini kiydimi, uni his qilish kerak. Chunki biz oldida qo'yilgan maqsad bor. O'sha uchun maqsadga mos o'yin boshlash kerak. O'sha uchun futbolchilarga o'z maydonga tushirdik. Kimdir umuman o'ynamagan bo'lishi mumkin. U tomondan ham tushuntirdik va qo'rqmasdan harakatlanish. Bu bizning murabbiylar shtabining qarori edi. O'sha uchun ikkinchi bo'limda o'zgarishlar qildik. Bu o'zgarishlar ancha o'yinimizni yaxshi tomonga o'zgartirdi. Sho'rtan Kubok o'yinlari orqali o'sha sinalmagan futbolchilarni sinab olishga harakat qiladimi? Shunaqa desak ham bo'ladi, chunki Pro Liga ko'ryapsiz, bahslar og'ir kechyapti. Futbolchilarni boshqa joyda bizga sinash juda qiyin, chunki birinchi navbatda bu bizdan talab qilinayotgan narsa bu har o'yin g'alaba. Shuning uchun tanlagan futbolchilar qaydadir biz xatolar qilishi mumkin yoki ular xatolar qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun ham Kubok o'yinlarida biz rotatsiyaga qo'l beryapmiz. Shuning uchun bu yerda aytishim Kubok o'yinlari bizni sinalmagan futbolchilarni sinash uchun o'ynatsak to'g'ri bo'ladi. Lekin bu bilan birga biz har bir o'yinlarda oddiy emas, har o'yinda baribir kurashgan va g'alaba qozonishni tushunamiz. Asrorga shu taym boshida 1-1 qilingandan keyin vaziyat boshqa tomonga ham o'zgarib ketishi mumkin edi. O'sha lekin yaqinda 1-3 bo'ldi, mag'lubiyat bo'ldi. Xo'p, o'sha goldan keyin vaziyatni qo'lga olishga va nima xalal berdi? Masalan, jismoniy holatda bunga pand berdimi yoki Andijon juda tajribaliroq ko'rindimi? Yo'q, Andijon tajribaliroq. Bizda futbolchilar ularni e'tibor qilgan bo'lsangiz, bir qanotdan ikkinchi qanotga tez to'pni o'zgartirishadi. Bu qanotda Turunboyev, Ashorta, bu birinchi taymda o'ynadi, ikkinchi taym ular ham o'rtaga kiradi va uzoqdan zarba berish, chunki oxirgi 3-4 o'yinlarni ko'rdik. Ular ko'p bu hujumlar ularga ko'p muvaffaqiyat keltirgan. Uzoqlardan to'p kiritishdi. O'shuning uchun biz ham ikki tayanch yarim himoyachi, ular chapaqay futbolchilarni o'rtaga kiritmaslik, zarba bermaslik. O'ylayman, bu yerda qaysidir tomonlama o'yin tempiga, Superliga tempiga bir bizni ayrim futbolchilarni sekinlik qilib deyish mumkin. O'sha uchun ham zarba berishga, 3-golga zarba berishga imkoniyat berdik. Imkoniyat berdik. O'zimizning holatlarda ham bir-birligida bizda ham Qodirov qulay vaziyatdan, juda qulay vaziyatdan to'pga yaxshi zarba bera olmadi. Bu siz aytgandek o'yin ikkinchi tomonga o'zgarib ketishi mumkin.
Jamoada guruhdagi vaziyatdan, guruhdagi nomlardan kelib chiqib savol bermoqchiman. Bir xil ikkita jamoa nima deydi? Ikkita tarkibga ega bo'lgan jamoa jihatdan Andijonni ustun ko'rasizmi yoki Nasaf? Tarkib tomonlama ikkita tarkibda Andijon ustunlik. Endi Nasafni boks tomoni jamoaviy o'yin, Nasaf qisqa paslar va aytish mumkin, Nasafda har qanday kutish mumkin. Lider jamoalarga, katta jamoalarga qarshi juda yaxshi o'yin ko'rsatadi. Shuning uchun o'ylayman, ko'p bahsi ham qiziqarli bahs bo'ladi. Tarkib tomonlama aytish kerak, bu ko'ryapsiz, Andijon jamoasida ayrim holatlarda biz terma jamoa futbolchilarida zaxirada o'tiradi. Asror aka, yana bitta savolim bor. Mutaxassis sifatida masalan futbolchilarni pozitsiyalarini almashtirish, shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi. Mana bugun ko'rdik, TX Alavali ikkinchi qavatda yaxshi o'zini namoyish qildida boshqa o'yinlarga nisbatan. Shu futbolchini o'rtaga yoki bir himoyaga olib o'tib, nima deydi? Rotatsiya. Rotatsiya. Himoya hujumchini himoyaga faqat standart holatda qaytarish mumkin, lekin umumiy o'yin ketayotgan jarayonda baribir hujumchi himoyachidek himoyalana olmaydi. O'sha uchun bu yerda uni bugun oldiroqqa qo'yganligimiz, uni ham jismoniy holatlar ancha tiklandi, lekin baribir biz himoyalanishda Andijon to'p bilan zo'r, yaxshi muomala qilyapti. Bu yerda ozgina bu pozitsiya tanlash va kerakli joyda bosim qilish tomonlama ozgina tushunmadi deyish mumkin, chunki barimiz bu til tomonlama uni qiyin bo'lyapti. Ikkinchi bo'limda tushgan bu Muhammad bilan bu tomonlama yo'q, lekin bilayman bu Muhammad Tefi ham bugun yomon o'yin ko'rsatgan. Bu ikkinchi bo'limdagi bu almashtirish bu biz g'alaba qozonish maqsadida tushirdik. Hozir til bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, shu futbol imo-ishoralari orqali gaplashiladimi, tushuniladimi? Yo'q, ayrim futbolchilar bor, lekin bu o'yin jarayonida u qaysidir holatdan kelib chiqib, u tayanch yarim himoyachini yopish kerak, qaysidir holatda himoyachini yopish kerak. O'sha holatlarda unda o'yin tempi va u tanlayotgan pozitsiyalar hamma vaqtda himoyalanish uchun to'g'ri emas. Shuning uchun Andijon ko'p joylarda hujumga chiqib ketayapti. O'sha uchun bizga ozgina to'psiz o'ynashga majburlanadi. Bu yerda o'sha uchun hujumchidan boshqacharoq o'yin kutgandik, lekin himoyada ko'p o'yin o'ynamaganmiz ham hujumda ancha yaxshi harakat qildi. Savollaringiz bormi? Rahmat. Rahmat.